Bugungi kunda Wikipediyadagi o'zbekcha maqolalar soni 340 mingdan oshdi va hozirda tilimiz jahon reytingida faxrli 38-o'rinni egallab turibdi. Muxbirimiz lavhasida Wikipedia platformasidagi o'zbek tahrirchilar faoliyati bilan yaqindan tanishishimiz mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz. Wikipedia. Internet tarmoqlarida biror ma'lumot izlaganimizda bu saytga deyarli har safar ko'zimiz tushadi. Sababi u global miqyosdagi eng yirik bepul ensiklopediya, ya'ni unda har qanday ma'lumotni qisqa vaqt ichida topish mumkin. Bugungi kunda Wikipedia platformasida 300 dan ortiq tilda 63 milliondan ziyod maqola mavjud. Quvonarlisi, mana shu raqamlar orasida o'zbek tilidagi maqolalar ham salmoqli ulushga ega. Hozirda Wikipedia platformasida o'zbek tilidagi maqolalar soni 340 mingdan ortiq bo'lib, jahon Wiki reytingida 38-o'rinni egallab turibdi. Bu natija albatta o'zbek tahrirchilari jamoasining mashaqqati va mehnatining samarasi. Demak, bugungi lavhamizda o'zbek Wiki tahrirchilari faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Jahon internet tarmog'ida o'zbek tilidagi milliy ma'lumotlar bazasini ko'paytirishga qaratilgan loyiha 2022-yil 20-may sanasida Wiki stipendiya nomi bilan start olgan. Dastlab 3 mavsumda biz yoshlarimizni turli xil stipendiyalar bilan taqdirladik. Ular o'zlarini volontyorlik qobiliyatlarini ishga solgan holda o'zbekcha Wikipediyada hisob yaratib, turli xil mavzularda maqolalar yaratib kelishdi. Dastlab 3 mavsumda biz yutuqlar bergan bo'lsak, 4-mavsumda, ya'ni 2025-yil avgust oyidan boshlab loyihani professional mavsumlariga start berildi. Bunda maqola xuddi kitobni tarjima qilgandek tarjima bosqichlaridan o'tib, o'zbekcha Wikipediyaga kiritish boshlandi, ya'ni tarjima, tahrir va taqdim etish bosqichlari. Sun'iy intellektga murojaat qiladigan bo'lsak, o'zbek tilida ma'lumot ko'p emas, jahon internet tarmog'ida ilm sohasida bo'ladimi, yangiliklar sohasida bo'ladimi, ma'lumotlar ko'p emas. Sun'iy intellektdan o'zbek tilida ma'lumot so'raganingizda o'zbekcha Wikipediyaga birinchi murojaat qiladi, ya'ni u eng katta manba hisoblanadi. O'zbekcha Wikipediyada ma'lumot topolmagandan keyin boshqa manbalarga o'tishga to'g'ri keladi. Shu jihatdan sun'iy intellekt kirib kelishi uchun ham, sun'iy intellektga yaxshiroq ma'lumotlar berish uchun ham bu loyiha boshlangan, turtki bo'lgan deb aytsak bo'laveradi. Bo'stonliqdagi yoshlar oromgohida o'tkazilgan 6 kunlik marafonda respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan 120 nafar yoshlar ishtirok etishdi. Ushbu o'quv oromgohi yoshlarda Wikipedia bilan yaqindan tanishish, soha mutaxassislari bilan muloqot qilish va tajriba almashish uchun maydon bo'ldi. 2 oyga yaqin vaqt davomida 4 mingdan oshiq bizga arizalar kelib tushdi. 120 nafar eng zo'rlarni saralab oldik. Saralash jarayonida umumta'lim milliy sertifikatlari bor. Bo'lajak tarjimonlarimiz uchun ham imkoniyat yaratib berish maqsadida bunda chet tili sertifikatlariga ham alohida e'tibor qaratdik. 3-chi punktni ham qo'shgandik. Bunda essay yozish, ya'ni ishtirokchilar o'zlarini oromgohga bo'lgan borish istaklarini bizga yozib berishdi. Oromgoh davomida 5 ta O'zbekistonning siyosiy muhim ahamiyatini ochib beradigan 5 ta maqola yaratildi. Wikipediyaga maqolani tahrir qilishgacha, uni qoidalarigacha o'rgatib borildi. Rekord darajada deb ayta olaman, 60 ming tirik yuzerlar tomonidan tahrirlar soniga erishdik. Bir hafta davomidagi ishtirokchilarimiz o'zlarini hududlariga borib, universitetlariga borib, o'zlari ko'ngilli tarzda wiki klublar ochishyapti. Wikipediyadan foydalanishni, uni tahrir qilishni, hisob ochishgacha o'rgatib borishyapti. Kitoblar o'qigandan keyin baribir inson izlanishga qiziqqan sari ma'lumotlarni ko'radi. Agarda yetarlicha ma'lumot bo'lmasa, bu ko'pchilikka qiyinchilik tug'diradi. O'zim ham boshida masalan ko'p ma'lumotlarni topishda qiyinchilikka uchraganim uchun, shu mendan keyingilar bu qiyinchiliklarni ko'rmasin degan maqsadda o'zim shu Wikipediyaning ichiga kirib kelgan edim. Atrofimdagilarda ham qiziqishyapti. Shu orqali klub tashkil etgan edik. Hozirda 2 yildan beri klubimiz faoliyat olib boryapti. O'zida taxminan 100 dan ziyod talabalarni jamlagan. Umumiy hisobda 7 mingdan ziyod tahrir qildi. Bu albatta yangi boshlagan insonlar uchun juda katta natija. Ya'ni klubimizning faoliyatini yanada kengaytirib, hozirda 100 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 500 ming talab bolani ham shu klubga jamlash va o'zbekcha Wikipediyani yanada rivojlanishiga o'zimni hissamni qo'shishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Hozirgi kunda o'zbek tilini rivojlantirish har bir yoshning vazifasi hisoblanadi. Men ham o'zbek tilini rivojlantirish uchun Wikipediyaga 3 mingdan ortiq maqolalarni tahrir qilganman. Asosan imloviy xatolarni to'g'rilab chiqaman va qo'limdan kelgancha yangi ma'lumotlar qo'shishga harakat qilaman. Agar
imloviy xatolari bilan qolsa tilga putur yetadi va o'zbekcha Wikipediyani o'qiyotganlar ham til shunaqa ekan degan fikrga kelib qolishadi. Hatto chet el fuqarolari ham o'zbek tilini o'rganish uchun Wikipediyadagi o'zbekcha maqolalarni o'qisa bo'ladi. Bugun axborot soniyalar sayin yangilanib bormoqda. Har daqiqada internet tarmoqlariga minglab, hatto millionlab foydalanuvchilar turli ma'lumotlar izlab kiradi. Shu bois Wikipediyadagi mavjud ma'lumotlarni muntazam yangilab borish va yangi maqolalar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Platformada shaxsiy sahifa yaratib, ko'ngilli sifatida maqolalarni tahrirlash va yangi ma'lumotlar qo'shish mumkin. Wiki Marafon jamoasi oldiga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri sifatida ham o'zbek yoshlari orasida ana shunday ko'ngilli tahrirchilar safini kengaytirishdan iborat ekanligi alohida ta'kidlandi. Niyatimiz bor. Yana 10 mingga yaqin faol Wikipediyachilarni Wikipediyaga qamrab olmoqchimiz biz. Bundan ko'zlangan maqsad yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tarzda o'tkazish hisoblanadi. Chunki siz Wikipediyaga hattoki bitta nuqtani qo'ysangiz ham bu Wikipediyaning serverlarida 100 yillar, million yillar davomida saqlanib qoladi va bevosita davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Bu bizni davlatimizning tilga bo'lgan e'tiborini, yoshlarga bo'lgan e'tiborini namunasi deb ayta olaman. Bu yil o'zida biz yana qo'shimcha 2ta oromgoh rejalashtiryapmiz. Bunda oromgohlarimizda asosan birinchisini biz tahrirlarga yo'naltirgan bo'lsak, ikkinchi oromgohlarimizda tarjima va uchinchi mavsumimizda maqola kiritishga rejalashtirmoqchimiz. Yangi ishtirokchilar uchun 20-may sanasidan ikkinchi Wikisfera oromgohiga qabul jarayonlari ochib beriladi. Bunda bemalol o'zlarining bilimlarini sinab ko'rishlari mumkin. Wiki jamoani oilasiga qo'shilishlari mumkin bo'ladi. Ahamiyatlisi bu kabi loyihalar nafaqat yoshlarning bilim va salohiyatini amaliy ishlar orqali namoyon etishga imkon yaratadi, balki ona tilimizning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.